Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida Andijonda erkak 50 gektar radarga pnevmatik quroldan o'q otdi. Toshkent viloyatida betonchi 21 oy davomida maosh olmadi. Istanbulda o'zbekistonlik ayol turk erini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Endi shular haqida batafsil videoni oxirigacha tomosha qiling va video juda ham qiziqarli. Andijonda erkak 50 gektar radarga pnevmatik quroldan o'q otdi. Andijon viloyatining Andijon shahrida 50 gektar radar kamerasiga pnevmatik miltiqdan o'q otgan erkak aniqlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 1976-yilda tug'ilgan Messi ismli shaxs Andijon shahri hududidagi 29 ta chorrahaga o'rnatilgan 51 dona hikvision rusumli yo'l harakati qoidalari buzilishini aniqlaydigan maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd qilish dasturiy texnik vositalari va 1 dona hikvision rusumli radar kompleksiga o'ziga tegishli bo'lgan sirket rusumli pnevmatik miltiqdan o'q otish orqali qasddan shikast yetkazgan. Ish bo'yicha o'tkazilgan sud tovarshunoslik ekspertizasining xulosasiga ko'ra, jami 1 milliard 147 million so'm moddiy zarar yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro Messiga nisbatan Jinoyat kodeksining 173-moddasi mulkning qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent viloyatida betonchi 21 oy davomida maosh olmadi. Toshkent viloyatidagi korxonada betonchi bo'lib ishlab kelgan fuqaroga uning 21 oylik ish haqi to'lanmadi. Bu haqda Inson huquqlari bo'yicha vakil xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, viloyatda joylashgan Ohangaron Shifer Ajda 2002-yildan buyon betonchi bo'lib ishlab kelayotgan IP ismli ushbu fuqaro 21 oy davomida 2023-yil martdan 2024-yilning dekabrigacha ish haqini ola olmagan. Fuqaro shundan so'ng o'zining mehnat munosabatlaridagi buzilgan deb hisoblangan huquqlarini tiklash maqsadida ombudsmanga murojaat qilgan. Murojaat nazoratga olinib, tegishli hujjatlar o'rganilgan hamda fuqaro manfaati uchun sudga da'vo arizasi kiritilgan. Sud qaroriga asosan ish haqi o'z vaqtida to'lanmagan ish haqi uchun kompensatsiya, ma'naviy zarar uchun jami 93 million 400 ming so'm fuqaro foydasiga undirilishi belgilangan. Shu bilan birga javobgar ish beruvchidan O'zbekiston Mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi mutaxassislari uyushmasining foydasiga mutaxassis xarajati uchun 1,8 million so'm hamda 4 million so'm davlat bojini undirish belgilangan. Istanbulda o'zbekistonlik ayol turk erini pichoqlab o'ldirdi. Turkiyaning Istanbul shahri Kartal tumanida 28 yoshli o'zbekistonlik ayol moliyaviy qiyinchiliklar tufayli yuzaga kelgan janjal chog'ida erini pichoq bilan yaralab o'ldirdi. Bu haqda Nefis gazetasi xabar berdi. Voqea joriy yilning 6-aprel kuni soat 21:30 atrofida Karliktepa mahallasida binoning 3-qavatidagi kvartirada yuz bergan. Aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi ST va turmush qurganiga 4 yil bo'lgan Emre Erim o'rtasida moliyaviy sabablarga ko'ra janjal kelib chiqqan. Janjal tezda mushtlashuvga aylanib ketgan. Bundan g'azablangan ayol oshxonadagi pichoq bilan turmush o'rtog'i Emre Erimga tan jarohati yetkazgan. Oqibatda og'ir tan jarohati olgan erkak vafot etgan. Marhumning jasadi ekspertiza uchun sud tibbiyot institutiga yuborilgan. Kartal tuman ichki ishlar bo'limiga qarashli militsiya guruhlari tomonidan olib borilgan ishlar chog'ida qochishga uringan ST qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda deyilgan xabarda.